Assalomu alaykum hurmatli Scooters kanali obunachilari. Bugun bizda benzinli skuterlar obzori. Xo'p, bular asosan 150 kubli. Bo'lmasam boshladik. Asosan 2 xil modellar obzorini ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchisi NMAX MSX modelimiz. 150 kubli motor bilan jihozlangan. Undan tashqari sifatli oldi-orqa jidkis tormoz, ya'ni ABS diskasini ko'rsatib o'tsam sizlarga. Xo'p, dumaloq tomchi diska bilan jihozlangan. ABS tormozi shunaqa. Xo'p, undan tashqari skuterimizda telefonni zaryadlovchi USB ham mavjud. Atga fleshga tiqib, USB sim tiqib telefon zaryadlash yoki boshqa ish qilish mumkin. Xo'p, undan tashqari skuterimizda margat tugmachasi bor. Ya'ni margat nima vazifani bajaradi? Buni o'sha barmoqni o'ynatganda yo o'sha qarama-qarshi tomondan shu ro'parada chiqib turgan boshqa skuter yoki mashinadan yo'l so'rash vazifasini bajaradigan bo'ladi. Qolgan deyarli boshqa modellarda bunaqa funksiya yo'q. Xo'p, elektron tablo bilan jihozlangan. Tabloda ma'lum bir tugmachalar bor. Shu tugmachalar orqali tabloni o'zgartirsa, boshqarsa bo'ladi. Ya'ni soatni to'g'irlash, benzinni qancha miqdorga yetyapti, qancha kilometr yurdi o'shalarni ko'rish. Undan tashqari avaronniy sistemasi ham mavjud. Benzinlilar uchun bu muhim. Xo'p, skuterimizda baklari, benzin turadigan baki mana shu yerda joylashgan, ya'ni haydovchini oyoqlari ostida joylashgan bo'ladi. Bak sig'imi 10 litrdan yuqori. Xo'p, skuterimiz ya'ni qanaqa qulaylikka, ya'ni o'ziga xosligi bormi demoqchi bo'lgan odamlar uchun xo'p, ajralib turadigan jihatlaridan bittasi glyushitr qatiradigan joylari alohida alyuminiydan ishlangan bo'ladi. Ko'pchilik skuterlarda, ba'zi bir skuterlarda alyuminiy ishlatilmaydi. Shuning o'rniga oddiy temir yoki tunukadan ishlangan bo'ladi. Bu skuterimiz o'ta jahldor model, buni jahlini chiqarib bo'lmaydi. Mana faralarni ham turishini qaranglar. Qovog'ini solib turgan, ovqat tayyor bo'lmasa uyda janjal ko'taradigan erga o'xshaydi. Xo'p, undan tashqari o'zini diskasiga e'tibor beradigan bo'lsak, diskasi ham o'ta qalinidan. Xo'p, 13 ga 160 13 balon bilan jihozlangan. Xo'p, 150 kubli motor, ularni aytib o'tdim. Skuterimiz ideal, yaxshi holatda. Buni bizda bachoyli va bachoysiz varianti ham mavjud. Xo'p, ranglari asosan qora va o'sha havo rangdagilari qolgan. Xo'p, endi ikkinchi modelimiz tank modelimiz. Tank modelimiz yangilangan modeli bu. Xo'p, bunda yangilangan model asosan farasidan boshlashgan, yangilashdi. Faralari umuman boshqacha. Mana faralarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, undan tashqari skuterimiz oldi-orqa jidkis tormoz, ABS tormoz. Mana jidkislar bilan jihozlangan. Undan tashqari bunda ham nima deydi? Glyushitr qatadigan joylari alyuminiydan ishlangan. Mana sifatli alyuminiy ishlatiladi asosan. Xo'p, skuterimiz mana USB sistemasi shu yerda joylashgan bo'ladi. Soat strelkasiga qarshi kalitni buralsa, sidenaning tag qismi ochiladi. Xo'p, bunda benzin turadigan baklari shu yerda joylashgan bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bunda bokovoy, yana aytib o'tsam elektron tablo. Undan tashqari bu skuterlarda bilasizlar 12 volt 7 amperli akkumulyator ham joylashgan bo'ladi. 12 volt 7 amperli akkumulyator buni masofadan boshqaruvchi pult orqali zavat qilish imkonini, o'sha tabloni yoqib berish, yoritib berish funksiyalarini bajaradi. Xo'p, tablosida alohida tugmachalari bor. Bu tugmachalar orqali o'zingizga kerakli ma'lumotni, o'sha tablo bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotni olish mumkin. Ya'ni xo'p, mana chaqmoqni 2 marta essa, mana o'zi margat qilib o'sha reaksiya beryapti. Akkumulyator qo'yilsa, bularni masofadan boshqarish uchun pult ishlatsa bo'ladi. Ya'ni masofadan turib zavat qilsa bo'ladi. Bular asosan sifatli benzin ichadigan modellar. 150 kublilar 70 bilan 90 km/soat tezlikgacha tezlana oladi. Ma'lum bir turlari bor, 100 km gacha chiqadi.
Bu endi uni ko'rinishiga, tuzilishiga ham bog'liq. Ya'ni oldidan keladigan tezlik orqali keladigan, qarama-qarshi keladigan shamolni, o'sha havoni bosimini kesishga mo'ljallangan. Misol uchun mana shunaqa. Mana oynalarini, o'shini turishini ko'radigan bo'lsak, keladigan ob-havoni qarshiligini kesa oladida. Tankda unchalik emas. Tank asosan tekis joylashgan, o'sha oldi faralari, boshqa qismlari, oynalari ham tekis joylashganligi hisobiga nisbatan bu qarama-qarshi kelayotgan havoni zichligini kesib o'ta olmaydi. Xo'p, diskalarga keladigan bo'lsak, redlinedan qolib olingan holatda sifatli diska o'rnatilgan. Amortizator vilkasi ham sifatli. Xo'p, ABS tormozini diskasi alohida. Mana dumaloq diskadan qo'yilgan. Xo'p, skuterlarimiz 2 kishini bemalol olib yura oladi. Sifatli benzin ichadi. Asosan 92-95 markali benzinlarni iste'mol qilishadi. Xo'p, skuterlarimiz o'ziga yarasha kaska, jilet, ma'lum bir bonuslarga ham ega. Skuteringizga kelib xarid qilsalaring, bemalol shu bonusi ham bor degandilaring deb aytib o'tib ketsalaring, bonuslarni ham qo'shib beramiz. Hammalaringga rahmat. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.